Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Diqqat, tezkor xushxabar tarqating. Tadbirkor ayollarga garovsiz kredit beriladi. Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2025-yilda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha quyidagi maqsadli ko'rsatkichlar belgilandi. 2 million nafar xotin-qizning bandligini ta'minlash, 250 ming nafar xotin-qizni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish, 250 ming nafar xotin-qizni oliy ta'lim bilan qamrab olish, 50 ming nafar ehtiyojmand xotin-qizni sanatoriyalarda sog'lomlashtirish hamda ularga tadbirkorlik bo'yicha motivatsion seminarlar tashkil etish. Shuningdek, qarorga muvofiq tadbirkor ayollarga tegishli tartibda 50 million so'mgacha grantlar va 100 million so'mgacha garovsiz kreditlar ajratilishi belgilandi. Toshkentda isitish mavsumi yakunlanmoqda. Toshkent shahrida issiqlik ta'minotini yetkazib beruvchi Veolia Energy Tashkent kompaniyasi hukumatning 2014-yil 15-iyuldagi 194-son qaroridagi o'rtacha sutkalik havo harorati ketma-ket 5 kun mobaynida 8 darajada saqlanib tursa, isitish mavsumini yakunlashi borasidagi tartibga asosan isitish mavsumi yakunlanishi haqida ma'lum qildi. Xabarda 2025-yilning 8-martdan 14-martgacha bo'lgan davrda Toshkentda o'rtacha sutkalik harorat 11,6 daraja bo'lgani eslatib o'tilgan. Qayd etilishicha, poytaxt hokimligi bu borada yaqin orada tegishli qarorni qabul qiladi. Isitish mavsumi yakunlangach, keyingi mavsumga tayyorgarlik ko'rish ishlari boshlanadi. Kompaniya issiqlik tarmoqlari, mahalliy qozonxonalar va nasos stansiyalarida joriy hamda kapital ta'mirlash ishlarini olib borishini ma'lum qilgan. Poytaxtda isitish mavsumi 7-noyabrdan boshlangan edi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili isitish mavsumi 26-mart kuni yakunlangan. Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlari bosh shtab boshlig'ini almashtirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Anatoliy Barglevich Mudofaa vazirligi bosh inspektori etib tayinlandi. General-mayor Andrey Gnatov esa uning o'rnini egalladi. AQSh armiyasining Yamanga zarbalari haftalab davom etishi mumkin. Qo'shma Shtatlar qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi ushbu hujumlarni Yamanda amalga oshiriladigan keng ko'lamli operatsiyaning boshlanishi deb atadi. Tramp Lotin Amerikasiga giyohvand moddalarga qarshi kurashda yordam ko'rsatishni to'xtatdi. Xususan, Kolumbiya, Ekvador va Meksika davlatlarida giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashga qaratilgan dasturlar muzlab qolgan. Rubio Ukrainadagi urushni tugatishning dastlabki bosqichlarini ma'lum qildi. Davlat departamenti rahbarining fikricha, Moskva va Kiyev o't ochishni to'xtatib, keyin muzokaralarni ehtimol vositachilar orqali boshlash kerak. Toshkent viloyatidagi yo'l transport hodisasi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Hodisada yuk transport vositasi haydovchisi va bir nafar yo'lovchisi olgan tan jarohatlari sababli voqea joyida vafot etgan. Finlandiya AQShga tuxum yetkazib berishdan bosh tortdi. AQSh parranda grippi sabab boshlangan tuxum yetishmovchiligi fonida Yevropa davlatlaridan yordam so'radi. Ammo Shvetsiya va Finlandiya ushbu mahsulotni yetkazib berishdan bosh tortdi. Sud Trampga 18-asrdagi qonun yordamida migrantlarni deportatsiya qilishni taqiqladi. AQSh prezidenti dushman davlat fuqarolariga oid 1798-yilgi qonundan foydalanib, venesuelalik migrantlarni deportatsiya qilmoqchi edi, ammo sud qarori bilan Trampning farmoni bloklandi. Kosta-Rika ko'chib o'tish eng oson bo'lgan mamlakat deya tan olindi. International so'rovida ishtirok etgan respondentlarning 45% Kosta-Rika madaniyatiga moslashishni juda oson deb hisoblagan. Qozog'istonda 1200 dan ortiq migrant quvildi. Bir necha kun ichida Qozog'istonda 10 mingga yaqin migratsiya qonunchiligini buzgan shaxslar aniqlanib, ularning 1200 dan ortig'i mamlakatdan chiqarib yuborildi. Bu haqda Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi xabar berdi.
Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, atigi 3 kun ichida migratsiya qonunchiligini buzgan deyarli 10 ming shaxs aniqlangan. Ularning 4,5 ming nafari mamlakatda qolish muddatini buzgan, yana 2,5 ming nafari esa noqonuniy ishlagan. Sud qaroriga ko'ra, allaqachon 1240 nafar xorijlik Qozog'istondan chiqarib yuborilgan. Ularga 5 yil davomida mamlakatga kirish taqiqlangan. Qonunbuzarlarning aksariyati odatdagidek yaqin qo'shni mamlakatlardan, shu bilan birga reyd chog'ida Bangladeshdan, Misrdan, Italiyadan, Nigeriyadan va Madagaskardan noqonuniy muhojirlar ham aniqlandi. Bundan tashqari, xalqaro qidiruvda bo'lgan 20 nafar xorijlik ham qo'lga olindi, dedi Ichki ishlar vazirligi Migratsiya xizmati qo'mitasi raisi Aslan Atalikov.